16 epizod. Nachilikka timanishsiz. Nabiram yaxshi. O'zingiz ahvollaringiz yaxshimi? Nabiram yaxshimi? O'zingiz ahvollaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Samiddin ham eshitib rosa xursand bo'ldi. Ha, Samiddin ham eshitib rosa xursand bo'ldi. Hozir issiq bir ovqat qilib oldingizga o'taman. Hozir issiqqina ovqat qilib oldingizga boraman. Yo'q, hech ovora bo'lmayman, bolam. Yo'q, bu nima deganingiz? Men hech ham ovora bo'lmayman. O'zim ham sizni sog'inib o'tiribman. O'zim ham sizni rosa sog'inganman. Yog'ingiz chiqyapti, ichki monologingiz ketyapti, gapirib turibdi. Bu kampir shu kelindan ko'ngli uzolmadi-da. Niyati uni yana qaytarib olib kelishim deyman-a. Nima qilsam ekan-a? Shu payt oldingizdan keyin gapirib, "Xo'p, qizim, hozir boraman." Mayli, xo'p qizim, hozir boraman. Keyin chiqasiz mana shu. Keyin qarodingiz. Yo'q, telefonni ko'rdingiz.